1145-da Xorazmning Xiva shahrida dunyoga kelgan bu zot keyinchalik butun islom olamiga avvaltarash avliyolar yaratuvchisi sifatida tanildi. Najmiddin yoshlik chog'idan ilmga tashna edi. Bu hadis, tafsir va fiqhni o'rgandi. Keyinchalik Bag'dod va Misr madrasalarida buyuk ulamolardan saboq oldi. Ammo u faqat tashqi ilm bilan kifoyalanmadi. Najmiddin qat ilmi tasavvufni tanladi. Bu zikr, ibodat va tafakkur orqali Allohga yaqinlashishni o'rgandi. Uning huzuridan chiqqan yuzlab shogirdlar keyinchalik mashhur mutasavvif bo'lib yetishdi. Shuning uchun ham uni avvaltarash avliyolar yaratuvchisi deb atashdi. Najmiddin Kubro tariqatiga asos soldi. Bu tariqat qalbni poklash, ruhiy ko'ruvchani hamda ichki intizomni o'rgandi. Uning ta'limoti butun Markaziy Osiyo, Hindiston va Fokisga yo'llandi. Bir 1221-yilda Mo'g'ullar Xorazmni vayron qildi. Najmiddin Kubro qochishni istamadi. U xalq bilan birga shaharning mudofaasida mardarcha bo'lashdi. Afsuski, u shahid bo'ldi, lekin hatto halok bo'lgan chog'ida ham qo'lidan vatan bayrog'ini tushirmadi. Bugun ham uning maqbarasi ziyorat maskani. Uning ilmi va ruhi esa asrlar davomida yashab kelmoqda. Najmiddin Kubro ilm va iymon timsoli, tariximizning abadiy yulduzi bo'lgan.